Katta ko'chaga qulay lokatsiyada uy so'raganligi zo'r variant tanishtiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Munhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Mirobod tumani, Qo'yliq massiv 2, Orientir Fayzabod Korzinka, Orientir yana mashhur afsona restoran. Katta ko'chaga atigi 50 metr chiqadigan lokatsiyada joylashgan. Mana shu o'rtadagi uyimiz sotilyapti. Ikkita yonidagisi sotilib ketdi. Ulgurib qolsanglar bo'ladi. Umumiy maydoni 1.7 sotik, 6 ta xona plus holdan 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Mana ko'rib turganingizda darvozaxonani oldiga ham ikkita mashina bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Oldilar mana chiroyli bruschatkalar qilib qo'yilgan. Mana shu xudo xolasa yozda mana bu chinor salqin qilib turadi bu yoni, ko'rib turibsizlar. Ana endi kelinglar ichkari bilan tanishamiz. Mana kirishimiz bilan fasadga ko'zimiz tushadi, ko'rib turibsizlar. Travertin qilingan, ikkinchi qavatda balkon mavjud. Darvozadan kirib bemalol 3 tagacha mashina qo'ysanglar bo'ladi, tapchan qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda mana rakvinaga joylab tashalgan. Bu yerda mana zeleniy zonasi bor, hamda tashqariga hojatxona, yozgi oshxonaga sharoitlar tashalgan. 100% pishgan g'ishtdan sifatli xomashyodan qurilgan. Yonidagi uylarda o'sha odamlar yashaydi. Bitta shunisi sotuvda qoldi. 1.7 sotik, 6 ta xona plus hol. Ana endi kelinglar ichkari bilan tanishamiz. Kirganimizda kattagina hol keladi. Holda ham mehki zona divarlar qilib, maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana holimiz kattagina, hol kafil qilingan, teplый pol desaydi hol. Mana zinantigini qaranglar, chiroyli qilib mana kladovkacha qilib yuborilgan. Zal, spalnya, sanuzul bor, bu esa kuxnya. Mana kuxnyamiz. Kuxnyamizga uyimizda isitish tizimi do'kontirni kotel hamda issiq suv boylari o'rnatilgan. Mana bu yerda zal. Zalimiz mana kattagina. Zaldan orqa hovlichaga chiqasizlar. Hovlichasi. Mana bu yerda birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzil, mana unitaz, dush kabina hamda shkofli umumiyliklar o'rnatilgan. Uyimiz high-tech stilida, ko'rib turganingizdek, eshiklari ham high-tech eshiklar. Zamonaviy, prochniy eshiklar. Bu mana birinchi qavatdagi yotoqxonamiz, spalnigimiz. Hamma joy teplый pol desaydi, hamda plus xonalarga batareya o'rnatilgan. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Ikkinchi qavatimizda ham 4 ta xona bor, hamda 2 ta sanuzil. Mana ikkinchi qavatimizni ko'rib turibsizlar. Bu yoqqa mana high-tech stilidagi bitta lustra qo'yib yuborsanglar, juda ham chiroyli turadi. Bu yerda mana balkonga chiqadigan xonamiz. Bu yerda bitta spalnimiz joylashgan. Mana bu yerda ham bitta spalni mana. Ko'rib turganingizdek, hamma xonalarimizda batareya bor. Bu yerda mana ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy sanuzil, mana unitaz hamda bu yerda vanna qilingan. Bu yerda mana родительский spalnya, kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yotoqxonamiz kattagina. Ichida o'zini sanuziliga ega. Mana. Dushovoya qilingan. Bu yerda mana umumiyliklarga, kir moshinaga joylar qoldirilgan hamda mana unitaz. Kattagina. Uyimizni startoviy narxi 175 ming. Yana kelishtirib beriladi. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda fikr mulohazalarni kommentariyada kutamiz. Videoni uy qidirib yurgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.